Bu oddiy o'zimiz Apex iplar, ya'ni shoyi iplar desa bo'ladi. Keyin zar ipni ham tikadimi deb so'ragan do'stlarimizga yana bitta foydali video. Mana bu zar ip bo'ladi. Zar ipni ham olib kelib qo'ydikki, bugun sizga shu zar ipni tikib ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar. Sizlar bilan men Nurullo Ro'ziboyev. 15 ta ignali, bitta kallali doskasi 50 sm ga 1.20 gacha bo'lgan vishka tikuv mashinamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu vishka tikuv mashinamizni komplektga keladigan bo'lsa, ya'ni bu trivatni 3 tasi bitta degani. Mana bu ko'rib turgan eng katta qosqoni bu oddiy materiallarga gul uradi. Mana bu joyda ikki komplekt yana o'zini mana unga o'xshagan yana qo'shimcha qosqonlari bu. Qosqonlari tayyor kiyib turgan futbolkalaringizga yana qanaqadir yozuvlarda yo bo'lmasam emblemalarda tikib chiqarsangiz bo'ladi. Bu ehtiyot qismlari, ya'ni zapchastlar buning ichida turadi va bunda yana ko'pchilik bizdan so'raydi, kepkaga narsa ursa bo'ladimi? Aynan mana shu joyidagi yon tomondagi tayyor kepkaga tikib beradigan o'zini qo'shimcha nasatkalari mana. Buni sezonni ishlatsangiz bo'laveradi. Yozgi kunida kepka tikib, qishki kunida boshqa narsa tikib ishlatsangiz bo'ladi. Mana shu narsalar o'sha aynan kepka tikish uchun kerak bo'ladi. Do'stlar, tikuv mashinamizni, vishka tikuv mashinamizni zo'r qilib sizlarga ko'rsatib tushuntirib beramiz. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying va o'z fikringizni qoldirib keting. Nima uchun men zarni tikyapman? Zar endi bu hozirgi kunda kelin sarpoga ko'proq Voha tarafda, Samarqand, Buxoro tomonlarda kelin saromga o'sha zardan tikilgan choponlarni olishar ekan. Shuning uchun shunda tikadimi, tikmadimi deyishgani uchun kommentariyadan kelib chiqib sizlarga video tayyorlayapmiz. Joyini belgilaymiz. Joyini belgilash uchun mana bosamiz. Mana qo'ydik. Endi mana bu joyda mana lazerli svet orqali belgilangan joyda tikib beradi. Ya'ni mana bunga o'xshagan Versachini yoniga zar ipni tikib ko'rsatib bermoqchimiz. O'zi tayyorlab bo'lgandan keyin, hamma yo'g'i tayyor bo'lgandan keyin start knopkani bitta bosiladi. Bo'ldi, tayyor. Shu bilan tirs. Faqat ozgina vaqt oladi, 5-6 minut yoki 10 minut.